Oh my god. Endi bu ham flagmanda. Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek ulacham do'stlar. Bugungi videomizda chiqqaniga ko'p bo'lmagan Samsung Galaxy A56 telefonimizni obzor qilamiz, o'yinlarda test qilamiz, kamerasini tekshiramiz va qanaqadir funksiyalari bo'lsa do'stlar, bugungi videomizda hammasini tekshirib ko'ramiz do'stlar. Undan oldin kelinglar korobkamizni ochib olamiz. Aytgancha do'stlar, videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki videolarimizni 80% dan oshiq insonlar obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan do'stlar. Bu juda ham achinarli holatda. O'shaning uchun videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Sizlar bossanglar bizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. O'shaning uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va korobkamizni ochishga boshlaymiz. Xo'p, korobkamizni o'zinglar ko'rishingiz mumkin. Juda ham ingichka ekan. Xo'p, ochamiz va ochgan soatimizda bizani telefonimizga kutib oldi. Tepa qismida esa kichkinagina korobkachamizni chiqargan, unda sim karta uchun skripkamiz va korobkamizni hozir ochib ko'ramiz va uni ichidan esa o'zini kabeli bilan qog'ozi chiqar ekan do'stlar. Boshqa hech narsa chiqmas ekan. Kabelimizda Type-C kabel va maklatoralar va har doimda hech kimga kerak emas. Endi telefonimizga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli ekan, orqasi ham yaltiraydigan ekan. Xo'p, telefonimizdan ostida esa afsuski hech narsa chiqmas ekan. Telefonimizning ekranida hech qanaqa o'zgarishlar yo'q, har doimdagi chiroyli. Knopkalarimizning bosilishi har doimda yoqimli do'stlar. Sizlarga telefonimizning dizayni yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Va birinchi o'rinda do'stlar ko'zga tashlanadigan narsa bu korpus qismi hisoblanadi do'stlar. Korpus qismimizda orqasi glasli shishadan qilingan ekan va chekka ramkalari esa alyuminiydan qilingan ekan do'stlar. Bu ushlaganinglarda как будто sizlar flagmanskiy telefonni ushlab turgandek bir his qilib olar ekansizlar va do'stlar, afsuski shuni ekranni yoqqan zahotimizda ramkalari juda ham qalin va arzon telefonlar dizaynini berib qo'ygan do'stlar. Afsuski, lekin endi kamerasiga keladigan bo'lsak do'stlar, kamerasi bo'rtib chiqib ketgan. Yildan yilga bo'rtib ketyapti. Endi bu qanchalik qulay, noqulay unisini bilmadim. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar do'stlar. Xo'p, telefonimizning ekran razmeri 6.7 dyum, 120 Hz super AMOLED matritsasiga ega do'stlar. Telefonimizning protsessori esa Exynos 1580 4 nanometrli, bu Samsungning o'zining original o'zi ishlab chiqaradigan protsessori do'stlar va lekin 4 nanometrli bunaqa korpusda qizsa kerak menimcha do'stlar. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz o'yin jarayonlarimizda va telefonimizning batareya hajmi 5000 mAh do'stlar. O'zingizlar ko'rganinglardek blok pitaniya chiqmadi, lekin 45 vatli blok pitaniyani qo'llab-quvvatlayotgan. 45 vatli blok pitaniya aytishi bo'yicha 60-70 minut ichida nodan 100% gacha to'ldirib berar ekan do'stlar. Va telefonimizda ikkita sim kartali, lekin fleshga joylab bo'lmaydi do'stlar. Endi bu narsa yo'q bo'lib ketgan. Xo'p, telefonimizda NFC moduli bor, 5G qo'llab-quvvatlaydi har doimdek, lekin telefonimizning orqasi shisha bo'lishiga qaramay, simsiz quvvatlashga ega emas ekan do'stlar. Xo'p, kamerasiga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 50 megapiksel, qolgan kamerasi hech kimga qiziq emas. Xo'p, frontal kamerasi esa 12 megapiksel ekan do'stlar. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, $370 dan $440 xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Lekin 1 yil kafolatli telefonlar qimmat bo'ladi. Bu tabiiy hol. Agar kafolatli telefonlar kerak bo'lsa do'stlar, bemalol Radius do'konlarda xarid qilishingiz mumkin va ushbu narxga o'zi A56 telefonimizni arziydimi yoki boshqa telefon olgan yaxshimi? Ushbu savolga eng muhim bugungi videomizda javob beramiz. Xo'p, ana endi telefonimizni o'yinlarda test qilishni boshlaymiz. Telefonimizning ishlashini mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Ko'zga juda ham yoqimli. Xo'p, o'zi A56 telefonimizni PUBG o'yiniga netsigida kirar ekan. Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, o'yinga ham kirib oldik do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Netsigida kirganini hozircha ishlashlari o'z joyida. Hozircha hech qanaqa layklar yo'q. Ana endi testga o'tsak ham bo'laveradi. Birinchi bo'lib har doimda odam ko'p joyga tushamiz do'stlar. Odam ko'p joyga tushganimizda telefonimizda qotadimi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, yerga tushib oldik do'stlar. Hozircha hech qanaqa layklarimiz yo'q. O'zi A56 telefonimizda giroskop bormi? Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, giroskopimiz bor. Ishlasharida hozircha hech qanaqa kamchiliklar yo'q. O'zingizlar ko'rganinglardek, ana endi close flight jarayonlarimizni ko'ramiz do'stlar.
Bundan tashqari juda ham ko'p ataka jarayonlarini biz o'tkazib ko'rdik do'stlar. Bunda ham hech qanaqa laglar bo'lmadi o'zingizlar ko'rganinglardek. Ana endi oldimizda turgan mashinani portlatib ko'ramiz. Balki telefonimizda mashina portlaganda qochishlar bo'lar. Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mashinamiz portladi, lekin afsuski hech narsa sezilmadi. Kelaylik yana bir marta sanab ko'ramiz. Bu yerda haqiqatdan portlash bo'ldi, lekin hech qanaqa laglar bo'lmadi. Ana endi oldimizdagi odamni HSK bilan portlatib ko'ramiz. Xo'p, granatamizni ham portlatib olsa, o'zingizlar ko'rganingizdek hech qanaqa laglar bo'lmayapti. Ana endi ancha-muncha telefonni qiynab qo'yadigan joy bootcampga tushib ko'ramiz. Samolyotdan sakraganda, yerga tushganda, close-fire joylarida hozir hammasini tekshirib ko'ramiz birma-bir. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, samolyotdan sakraganimizda hech qanaqa laglar bo'lmadi. Xo'p, yerga ham tushib oldik va o'yindan o'tib yubordi va qanaqadir programmalar kirib ketadi. Hozir PUBG kiramiz. PUBG kirib oldik. Nimagadir o'yindan o'tib yubordi do'stlar. O'zidan o'zi Xo'p, o'yinga kirib olganimizda ozgina laglar bo'ldi boshida, lekin hozircha o'sha laglarimiz yo'q. Lekin nima sababdan PUBG o'yindan o'tib vobshe tushunmadim. Agar biladigan odamlar bo'lsa, kommentariyga yozib yuboringlar. Xo'p, endi biz close-fire jarayonlarini tekshirib chiqamiz. Afsuski o'lib qoldi. Yana bir marta sinab ko'ramiz va ikkinchi marta bootcampga tushganimizda, lekin o'yindan otib yuborgani yo'q do'stlar. Va afsuski ba'zi telefonlarda 5% dan kam qolganda yarqisi juda ham pasayib ketadi. Bu juda ham chalg'itdi meni do'stlar. Yana bitta kamchiliklardan biri deb inobatga olsak ham bo'laveradi. Xo'p, yana bir marta sinab ko'ramiz. 3-marotaba tushayotganimda yana bir marta o'yindan o'tib yubordi do'stlar, o'zingizlar ko'rganingizdek va telefonimizda nima ahvol bo'lganini mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Agar sizlarda ham xuddi shunday ahvol bo'lganda jahlingiz chiqarmidi, chiqmasmidi, kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Ana endi Galaxy A56 telefonimizdan aniq necha FPS ishlashini va o'zini narxiga arziymikan hozir shu haqida gaplashamiz. Xo'p, grafikani planga qo'yganimizda atiga 60 FPS ishlab berar ekan. O'zingizlar ko'rganingizdek, planni balansga qo'yganimizda esa 40 FPS ga tushib qolar ekan. Visoki maksimum qo'yganimizda ham 40 FPS, ultra jar hattoki ishlamaydi ham. Faqatgina planga qo'yganimizda 60 FPS ishlab berar ekan. Lobbyda ham xuddi shunaqa, faqatgina plavnida 60 FPS, balansdan maksimumgacha 40 FPS, ultra jar bunda ham ishlamaydi. Kelinglar grafikamizni ham maksimallik qilib ko'ramiz va nimalar o'zgarar ekan hozir shuni ko'rib chiqamiz. Necha FPS ishlashini ko'rdinglar? Narx va 60 FPS. Yana 25-yilda do'stlar. Menimcha qayerdadir bizani aldashyapti deb bor. Balki bu telefonni o'yin uchun emas, endi unisini bilmadim do'stlar. Agar qanaqadir fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, endi o'yin jarayonlarini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Boya aytganimdek 4 nanometrli telefonimizda 30-40 daqiqani ichida uje qizishib boshladi va 2 soatning ichida tuxum qovuradigan darajada qizib ketdi do'stlar. Va bu narsa menda bo'ldi do'stlar. Lekin stabil 60 FPS ishlayotgan do'stlar. Bu joyiga lekin gap yo'q. Xo'p, endi kameralarni tekshirib ko'ramiz. O'sha 50 va 12 megapiksellar hammasini tekshirib ko'ramiz. Hozir kamera test qilamiz. A56 ni orqa kamerasi 50 megapiksellik, hissasi 4 ga 30 FPS. 30 FPS lekin yaqqol bilinyapti. Kadr sraz qimirlatsa do'sa ozgina xira-shira bo'lib ketyapti. Nu shunaqa gap, ozgina qimirlatsak ham shunaqa xiralashib ketyapti do'stlar. Lekin stabilizatsiyasi normaliga o'xshaydi. Hozir yurib ketyapmiz.
va hozir yugurgan holatimizni ko'rishinglar mumkin. Va ushbu ovozlarni iCloud telefonimizdan diktafoni yozib oldi. Bu esa frontal kamerasi 12 megapiksellik, bu ham вообще cho'tkiga o'xshaydi. Sochga ahamiyat bermaysizlar, tashi taralmagan. Tak, atak, menga yoqdi frontal kamerasi mi? Hamma test jarayonlarimizni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Kamerasini ham, o'yin jarayonlarini ham. Endi bu telefonimiz o'zini narxiga arziydi deb o'ylaysizlarmi do'stlar? Yoki bu narxga boshqa telefon olgan yaxshimi? O'zingizlarning fikringizni kommentarlarda yozib qoldiringlar do'stlar va sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va o'sha Telegram, Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Agar mabodo ushbu telefonimizni xarid qilmoqchi bo'lsanglar do'stlar, opisiyaga silka qoldiraman. Silkaga o'tib, naqd va muddatli to'lovga radio do'konlarimizdan xarid qilishinglar mumkin do'stlar. Sizlar bilan har doimdek Ulla Champ bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha, bay bay.